Sunan ibn Majah'dan 19. hadis. ibn Majah rahimahullah shunday deydi: "Haddasana Abu Bakr ibn al-Khallad al-Bahili, qala haddasana Yahya ibn Sa'id an ibn Ajlan, qala anba'ana Aun ibn Abdullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه." ibn Majah rahimahullah shundaq deydiki, bizga Abu Bakr ibn al-Khallad al-Bahili hadis so'zlab berdi. U shundaq deydi, bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab berdi. U ibn Ajlandan rivoyat qilgan. U shundaq deydi, bizga Aun ibn Abdullah xabar berdi, yana so'zlab berdi. U Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan rivoyat qilganki, mundaq degan, ya'ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu shundaq degan. Ya'ni sahobalarga yoki tobiinlarga: "Men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida so'zlab bersam, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ang agishga loyiq, ahnahu degan agishga ang loyiq bo'lgan va ahdahu degani ang to'g'ri yo'l topgan va atqahu amallarda ang taqvodor zot deb jazmiyat qilinglar." Bu yerda fazunnu deganni jazmiyat qilinglar deb olamiz. Chunki zanning jazmiyat qilish, yaqin bilan bilish degan ma'nosi bor. Shundaqla shak va kuchlik ko'z qarash degan ma'nosi bor. Bu yerda jazmiyat qilinglar, shaksiz ishoninglar deb tarjima qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan barliq buyruqlar, cheklagan cheklamalar, to'sqan ishlarning hammasi ang taqvodorlik, ang to'g'riliq va agishga ang loyiqdir. Shuningdek, buning ichiga yana Qur'on Karim va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa yana ijmo kirib ketadi. Qur'on, sunnat va ijmo ang to'g'riga yaqin, ang taqvodorlikqa yaqin va biz ang agishga loyiq bo'lgan manbalar hisoblanadi. Bu hadisda elinadigan foydalar sahobalar radhiyallohu anhumlarning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini naqadar ulug'laydiganligi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buyurgan barliq ishlar, cheklagan barliq cheklamalar ularning ang to'g'ri ekanligi biz uchun ang taqvodorlik ekanligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergishishimiz, nafs xohishimizga ergashmasligimizning lozimligi.